Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub bo'lgan ushbu 18 ga kirmagan kim bor asari qissa janrida 1964-yilda yozilgan. Ushbu asar o'tgan asrning 60-yillarida yozilgan o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan sanaladi. Qissa 25 yoshli yozuvchiga o'zbek kitobxonlari orasida katta shuhrat keltirgan. Ushbu mashhur sevgi qissasi 20-asr kitobxonlarining ko'nglidan chuqur joy olgan. Shuningdek, haligacha zamonamiz kitobsevarlari miriqib mutolaa qilmoqda. Asarda bosh qahramon tushunchasi turlicha. Asar boshida bir qarashda bosh qahramon Jamshid degan qarorga kelasiz. Ammo qissa o'rtasiga kelib, asosiy qahramon Umida ekanligiga amin bo'ldim. Asarda uchlik Jamshid, Tilov va Umida o'rtasidagi muhabbat tasvirlangan. Qahramonlarimiz aka-ukalar bir qizga ko'ngil berishadi. Ammo Jamshid sevgisini tan olmay, keyinchalik afsus chekadi. Tilov sevgisiga erishdi, lekin uning sevgilisi ko'ngli Jamshidda edi. Umida Jamshidga achchiq qilib, o'zi va Tilov hayotini barbod qiladi. Keyinchalik afsus chekadi. Ammo vaqt o'tib ketganda o'smirlik davri har bir inson hayotidagi eng yorqin, suronli, jo'shqin davr hisoblanadi. Sevgi, ayriliq, hissiyotlarga berilish, hammasi. O'smirlik yoshidagi har bir inson ushbu asarni o'qib o'ziga xulosa qilishi kerak deb o'ylayman. Zero asar unga hayotida yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarga to'siq vazifasini o'taydi.